ismini aytinglar. Masalan, mediachi urushni bilmaydi deydiki, o'sha ismini aytib gapiringlar. Ismini opsh qilib aytilmaydi. Opsh qilib gapirish u zdravый mujik ishi emas. Opsh MMA olamida yangilik. Abdumalik Yo'rbo'tayev Nursulton Ro'ziboyevga qarata gapirdi. Jonli efirda. Biror kishini gapirsa, ismini aytib gapirish kerak dedi. MMA olamida yana katta bahs boshlandi. Siz kimni qo'llab-quvvatlaysiz? Abdumalik Yo'rbo'tayevning gapi to'g'rimi? Fikringizni kommentariyada yozing. opsh qilib gapirish o'zi bir nitol. Ismini aytib kimgadir adovating bormi yo anoning bormi? Ichingga bir g'arazli bormi? Ismini aytib gapirilmaydi. Misol, men o'zimning fikrimda erkakman deganlar bu gapga ma'qullaydi. Erkakman deganlar ma'qullaydi bu gapimni. Bunga tegishli emas, bunga tegishli emas, bunga tegishli emas. Naborot biza bitta bo'lishimiz kerak.